Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi kuningiz fayzli, xayrli va barakaga to'la bo'lsin. Yana siz bilan efirda qalbingizga yaqin, samimiy so'zlar ila hamroh bo'luvchi sevimli boshlovchingiz Baxt. Bizdan uzoqlashmang, chunki hozir siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz, yana bir yurakka iliqlik ulashamiz. Eshitishda davom eting, eng chiroyli lahzalar hali oldinda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manzuraxon opani telefon raqamlarimi? Manzuraxon opa bilan bog'landikmi? Ovoz. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Har doim kayfiyatlaringiz a'lo darajada, sog' salomat yurishingizni tilab qolamiz. Sizni bugungi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashash baxtila qarshi olayotgan ushbu muborak tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi boshlovchisi Baxt aloqada. Bugun siz hayotingizning go'zal bir fasli 27 bahorni qarshi olyapsiz. Bu yosh nafaqat yoshlikning eng chiroyli davri, balki qalb yetilgan, orzular aniq yo'lga tushgan, hayotning ma'nosi yanada chuqurroq alanglana boshlagan bebaho palladir. Shunga yangi yoshingiz sizga yanada ko'proq baraka, hikmat va qalb xotirjamligi olib kelsin ilohim. Tilaymanki har bir kuningiz mehrga, quvonchga va samimiy kulguga boy bo'lsin. Qalbingizdagi barcha ezgu niyatlaringiz Allohning izni bilan birin-ketin ro'yobga chiqaversin. Yaqinlaringiz bag'rida o'ynab, kulib, hurmat topib, doimo e'zozda yashashingizni tilaymiz. 27 yoshingiz sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochsin ilohim. Hayotingizda eng go'zal voqealar boshlanishiga sababchi bo'lsin. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik arimasin. Doimo sog' salomat bo'lib, baxt va saodatli uzoq umr kechiring. Eng yaxshi orzularingiz siz o'ylagandan-da ham go'zal tarzda amalga oshishin tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammasiga arziysiz. Manzuraxon opa, aytingchi, bu samimiyatga to'la qalbdan chiqqan tabrik sizga qaysi mehrli insonlar, yaqinlaringiz tomonidan yo'llandi deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Ota-onam, ajotam, o'g'llarim. Ko'proq qaysidan taxmin qilyapsiz? Ajotam bo'lsa kerak. Ismlarini ayta olasizmi? Ajotalarim ko'p. Birortasini taxmin qilingchi. Uchtaki ajotam bor, Rasulga. Elvira ajotam bor. Mashalloh, yaqinlashdingiz va topdingiz. Xolajoningiz Rusbika opa, Gulzora opa, Elvira opa, Dilfuza opa, Gulzira opa, Gulmira opa boshchiligida yezalaringiz, jingalaringiz, dadangiz Erpolat ota, onangiz Qizlargul ona, ukalaringiz Quvonch, Islombek, Aliyar, singillaringiz Umida, Ulbazar, Nasiba, Oltin, umr yo'ldoshingiz Timur akalar nomidan edi. Rahmat. Hammasiga azizsiz. Manzuraxon opa, birozgina vaqtingizni olsam maylimi? Xolalaringizning sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida yuraklarning eng chuqur joylaridan sizga atab yana bir samimiy tabrik yo'llashgan edi. Uni o'qib eshitirsam maylimi? Eshitishga tayyormisiz? Albatta. Azizim Manzura qizim, seni bugungi alohida quvonchli kun, tavallud ayyoming, shu muborak kunda seni xolang sifatida chin yuragimizdan tabriklayman. 27 yosh bu nafaqat yoshlikning eng chiroyli pallasi, balki hayoting mazmuni chuqurroq anglaydigan, o'z yo'lingni aniqroq belgilaydigan muhim davrdir. Sen hamisha odobing, mehribonliging va samimiyliging bilan barchamizning qalbimizdan joy olgansan. Seni ko'rib doimo faxrlanaman. Tilaymanki Alloh seni ikki dunyoda ham baxtli qilsin. Har bir bosgan qadaming barakali, qilgan ishlaring savobli bo'lsin. Qalbingdagi barcha ezgu niyatlar ro'yobga chiqsin. Yuzingdan
tabassum, ko'nglingdan xotirjamlik hech qachon arimasin. Yaxshi insonlar qurshovida mehr va e'tibor ichida yashagin. Oldingda turgan barcha orzularing go'zal tarzga amalga oshsin. Sog' salomat, baxtiyor umr kechirib, ota-onangning, turmush o'rtog'ingning, yaqinlaringning quvonchi bo'lib yuraver jonim. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin, aziz qizim, baxtli bo'lgin. Yuzlari to'lin oyim, ipakdek ko'ngli muloyim, o'zimni gul yuzli chiroyligim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Tong misol beg'uborim, yolg'izim betakrorim, guli rayhon bahorim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Dildan yaxshi ko'rganim, doim holim so'rganim, mening jigarim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Mening mehri go'yoyim, qalbi esa daryoyim, dunyo ichra dunyoyim, mehri ummon dengizim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb qoladilar. Mazraxon opa, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham xolalaringizga, ota-onangizga, umr yo'ldoshingizga va boshqa yaqinlaringizga qalbingizning eng chuqur joylaridan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Bemalol aytishingiz mumkin. Ajabalarimga rahmat ko'p. Abimda amon bo'lg'ay. Hammasiga rahmat. Tezroq bekkin bo'lsin. Vaqtim amon bo'lsin. Hammaning yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Rahmat hammasiga. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham ularning baxtiga sog' salomat bo'ling. Sizning baxtingizga yaqinlaringiz sog' salomat bo'lsin. Yana bir bor hurmatli Mazraxon opa, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yangi yoshingiz 27 bahoringiz hayotingizni yanada ko'proq barakali, quvonchli bo'lib kelsin. Har bir kuningiz mazmunli, har bir daqiqangiz omadli bo'lishini tilaymiz. Tabrik loyihasi jamoasi nomidan sizga eng samimiy tilaklarni yo'llaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Salomat bo'ling, tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat sizga. Hammasiga aziz. Salomat bo'ling. Ayamay etgan uchun rahmat ko'p. Hammasiga aziz. Qalbingizga biroz bo'lsa ham quvonch olib kira olgan bo'lsak, biz mamnunmiz. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.